Assalomu alaykum. Bugun birinchi modul, birinchi dars "Kad nima? Chizmachilikning tarixi, raqamli tarixi" haqida gaplashamiz. kad nima? Chizmachilikning raqamli tarixi haqida gaplashib o'tamiz bugun, xudo xohlasa. Bizda har safar dars mobaynida 16 ta anaqadan nima desa bo'ladi, qatordan iborat hisoblanadi. Shu paytgacha o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalarni aytyapman. Birinchi dars nomini aytib o'tdim. Ikkinchisi dars maqsadi. O'quvchi qo'lda chizishda qatgacha bo'lgan evolyutsiya real misollar bilan ko'rsatish. Sizlarga shu dars orqali AutoCAD avval boshida qo'lda chizishgan, keyin undan keyin CAD, SketchUp birinchi kirib kelgan, keyin undan keyin AutoCAD sanoat inqilobi va hozir Revit kirib kelingan. Mana timeline'da ko'rib turganinglardek, mana bu yerda timeline'da ko'rsatilgandek 1950-yilda qo'lda chizilgan. Undan keyin SketchUp, birinchi CAD'lar avlodi kirib kelgan. Keyin 1982-yilda AutoCAD sanoat inqilobiga aylangan. Nimaga bunaqa darajada kirib kelganligini albatta darslar davomida ko'rib o'tamiz. Undan keyin Revit hozirgi paytda juda asosiy yetakchi o'rinda bo'lib kelayotgan dasturlardan biri hisoblanadi. Asosiy savol, nega Revit tugmalarda emas, tarixdan boshlaymiz? Nimaga? Birinchi bo'lib interfeysdan emas, nimaga aynan shunaqa tarixdan boshlaymiz? Sababi hamma narsani tarixdan boshlaganimiz nimadan kelib chiqqanligini chuqur bo'lmasa-da, qisman bo'lsa-da ko'rib o'tganimiz ma'qul deb hisoblayman. Xo'p, Revitni o'rganishni boshlaymiz va 60 yillik tarixdan boshlaymiz. Nega? Chunki agar sizning nimaga qarshi kurashligini bilmasangiz, nima qo'lda kiritganingizni ham tushunmaysiz. Keling, aniq misol bilan boshlaylik. Tasavvur qiling, siz 1975-yilda arxitektorsiz va 90 metrlik kvadratli kvartirani planini chizyapsiz. Sizda kalka qog'ozi, rapidograf qalami, chizgich, o'chirg'ich bor. Chizma tayyor, lekin mijoz keladi va yotoqxona 40 santimetrga kengaytiring deydi. Nima bo'ladi? Siz butun planni, devor chizig'ini, o'lchovlarini, xona maydoni, yozuvini, hatto ehtimol mebel joylashuvini ham qayta chizishingiz kerak bo'ladi. Bu ish kamida 4-6 soat vaqt oladi va har bir qayta chizishda yangi xato qilish xavfi yuqori. Endi 1962-yilda 1962-yilda Ivan Sverlayt degan MIT talabasi SketchUp dasturida, Sketchpad degan, SketchUp emas, Sketchpad degan dastur asosida ishlab chiqarilgan yaratdi. Birinchi marta kompyuter ekranida yorug' qalam, line pen bilan chizish bilan bo'lgan tizim edi. Shu yerda CAD, Computer Aided Design, kompyuter yordamida loyihalash tushunchasi tug'ildi, paydo bo'lish boshladi. 1963-yil, mana hozir ko'rib turganimizdek LinePad paydo bo'lgan. Undan keyin 1982-yilda Autodesk kompaniyasi AutoCADni chiqaradi va butun sanoatni o'zgartiradi. Endi bizning misolimizga aytsak, agar siz 1985-yilda shu 90 metr kvadratli kvartirani planini AutoCADda chizgan bo'lsangiz, yotoqxona 40 santimetr kengaytirish uchun sizga atigi 5-10 daqiqa kerak bo'ladi. 5-10 daqiqa kerak bo'ladi. Kengaytirish kerak bo'ladi. Devor chizig'ini move buyrug'i bilan bo'ladi xolos. Lekin diqqat qiling, mohiyat o'zgarmadi. CAD hali ham chiziq edi. Hali ham chiziq chizayotgan payt edi. Shu bois dastur bu chiziqlarni devor ekanini, uni balandligi, materiali borligini bilmaydi. Bu degani chizayotgan narsangiz faqatgina chiziqdan iborat edi. O'sha chiziq nima ekanligini, devormi, mebelmi, stulmi, modelmi, qanaqa model, chiroqmi ajrata olmasdi. Faqatgina chiziq sifatida bilardi. Va keyingi darsda keyin hozir chizmachilikdan keyin
1990-yilda 3D CAD, ya'ni endi chiziq emas, hajm, lekin hali ham ma'lumot yo'q degan tushuncha kirib kelgan. Chunki ko'rib turganingizdek faqatgina hajmi bor edi, ya'ni devorda tushunchasi bor edi, lekin u devor haqida ma'lumot yo'q edi. AutoCADda ham bor. Hozir ham misol uchun AutoCADlarda ko'rgan bo'lsangiz kerak, 3D modellashtirish bor. AutoCADda ham 3D modellar qilishadi, lekin u modellarni ma'lumoti bo'lmaydi. Ya'ni u qanaqa devor, hajmi qancha, kvadraturasi qancha, u haqida ma'lumot bermaydi. Endi o'sha paytda BIM texnologiyasi kirib kelishni boshlaydi. BIM texnologiyasi kirib kelishni boshlaydi. CAD tarixini qisman bo'lsa-da tushundinglar. Endi hozir BIM standartlari bog'lash. BIM Building Information Modeling hisoblanadi. Buni yana chuqurroq qilib keyingi darsda albatta ko'rsatib o'taman BIM haqida. Hozir faqat yana CAD tarixini ko'rib chiqmoqchimiz. Autodesk rasmiy tarixida AutoCAD 82-yilda chiqarilgan va sanoatni birinchi keng tarqalgan shaxsiy kompyuterda ishlaydi. CAD dasturida ta'kidlangan. Bu voqea butun burilish sanoatini raqamlashtirish yo'lini boshlab berdi. Endi keyinchalik esa orqaga qaytsak, hozir ko'rib turganinglardek, mana misol uchun mana bu joyda ya'ni mohiyat o'zgarmadi, faqat yana har doim chiziq chizishga shunchaki chiziq chizilyapti degan tushuncha berildi. Faqat yana kompyuterda chizildi, almashtirish osonlashdi. Aynan shu tushuncha keyingi darsda BIM taqqoslash haqida bo'ladi. Ya'ni taqqoslab ko'rsataman shu joyda. Endi qo'lda chizilganda aytganimdek 5 soatcha vaqt ketardi. Mana bu ketma-ketligi bo'yicha hozir kompyuter bo'yicha bo'lganligi uchun 10 daqiqa vaqt ketadi. AutoCAD tushunchasi, LinePad, ya'ni kompyuterda chizish, CAD tushunchasi kirib kelgandan keyin. Xuddi shu tarzda. Endi xuddi shu yozuv mashinasini Wordga otgandek xuddi shu narsani faqat tezroq. Kotib bitta xatoni tuzatadi 5-10 daqiqa. Bu sahifani qayta terish bitta harf uchun. Ya'ni so'zni bosib tuzataman degan, ya'ni 2 soniyada, ammo Word hali harflar chiqaradi. Matn tushunmaydi. Shu narsa. CAD ham xuddi shunaqa. Word tez chizadi, lekin chizganini tushunmaydi. Aynan shu joyda BIM keladi. O'z tajribangizdan sinang. Bir vazifani 5 bosqich tahlilida o'zingiz ishlaydi yoki o'rganmoqchi bo'lgan sohada bitta konkret vazifani tanlang. Masalan, bitta xonani o'lchamini o'zgartirish CAD dasturisiz bu vazifa qancha bo'lishini mumkinligini hisoblab natijada 5 ta bandda yozing. Misol uchun vazifa nomi, qo'lda bajarish bosqichlari, har bir bosqich taxminiy vaqti, xato ehtimoli, jami vaqti va xulosasi. Qo'lda va vaqt chizmalarida toping. Internetda 1980-yillarda qo'lda chizilgan arxitektura chizmasi va zamonaviy CAD chizmasini toping. Ularni solishtiring va qaysi jarayon qancha vaqt olishini taxmin qiling. Kamida 150 ta so'zni ikkala chizmani ilova qiling. Misol uchun rasm yoki linkini aniq farq bilan izoh qoldiring. Bu vazifa sizlar uchun. O'zingizni sinang. CAD nimaligini qisqartmasi 3 harfni har birini nimani anglatishini ochib bering va o'zbek tiliga tarjimasini yozing. Bu yana sizlar uchun vazifa desam ham bo'ladi bu narsa. Ikkinchisi, Sketchpad dasturini kim va qachon yaratgan? Muallif ismi, yilni, qaysi universitet yaratganini eslang. Buni o'zi uchun mustaqil vazifa deb bilsangiz ham bo'ladi. AutoCAD qaysi yilda chiqarilgan, qaysi kompaniya chiqargan va qaysi platforma ishlagan. 40 sm kengaytirish uchun qo'lda va AutoCADda vaqtda farqi qancha bo'ladi? Aniq raqamlar bilan javob bering. Qo'lda soat, AutoCADda esa daqiqa. CAD qog'ozdagi chiziqni ekranga ko'chiradi. Ya'ni vaqt soatlarini daqiqalarga, 5 soat 10 daqiqaga. Bir marta emas, har bir tuzatishda. Xato darajasi deyarli 0 ga teng. O'lchamlar yangilanadi. Qayta yozish shart emas. Mohiyat hali ham CAD chizadi. Ammo
chizganini tushunmaydi. Nima uchun qat yetarli emas edi? BIMning tug'ilish va Revit inqilobi chiziqdan ma'lumot olishdir. Xuddi shu darsligimizda xudo xolasa gaplashib o'tdik. 12 slayd yordamida. Savollarni bilib oldinglar. Xudo xolasa sizlarga konspekt masalasi, ya'ni bundan vazifalarni o'zingizda sinab ko'ringlar. Misol uchun mana shu 4 ta savolga xudo xolasa javob berasizlar degan umiddaman. Javoblarni. Hammalarga rahmat. Darslarni kuzatganinglar uchun, tomosha qilganinglar uchun. Keyingi darsda ko'rishguncha, keyingi darsda xudo xolasa BIM haqida gaplashib o'tamiz. Tug'ilishi va chiziqdan ma'lumotga o'tish haqida gaplashib o'tamiz keyingi darsda. Nima uchun qat yetarli emas va BIM texnologiyasining tug'ilishi haqida. Hammalarga rahmat, charchamanglar, hozircha stop.